Assalomu alaykum. Anglab atqınыңlar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Tunji Kamirdaş. Kamirga Assalomu alaykum deb kirmaymiz deb pichirlagan ovoz meni xiyoldan yana uyg'otdi. Kamirdaş Torosqa qarab yetib, menga gap qilmoqda edi. Uning xirildigan ovozini aran anglag'ili bo'ladi. Aldımdaki Simonut karvatda yatqan, aqsırıq kelgan bu kishi ko'ziga bir löngini qo'yib olgan edi. O'zini Ahmad Qari deb tunishtirdi va gap boshladi. Löngga qo'yishning sababini so'radim. Kamerada kechasi chiroq o'chirilmaydigan bo'lg'achqa, ko'ziga longa qo'yib yatmasa uxlayolmaydi ekan. U qog'iliqdan tutilgan ekan. Ahmad Qari ko'zini etib turgan löngi bilan og'zi burnini yuvagib, meni tarat qilib olishga undidi. Uning aytishicha, kamerda put, qo'rsoq va bo'rak oson kardan chiqarmish. Shunga har qanday yerda tarat qilishga ko'nmasam bo'lmaydi ekan. Tartim qistab ketgan edi. Ammo bir odamning beshiga to'g'ri keladigan to'shikka poltonglatib tarat qilish men qila oladigan ish emas edi. Xala deyildigan hiliqi kamarga qarab o'ltirib ketdim. Hech tarat qila oladigandak qilmaydim. Zay bilan nijosat gupildab purab turgan kamerga yana bir qatim sap soldim. Kamerning derazasi yo'qmikin debdikanman. Bor ekan, basketbol patqidak cho'ngluqdagi bir panjara putumning bosh barmog'idak po'lat tayoqlar bilan irshatlangan bo'lib, xalaning ustiga to'g'ri keladigan. Sapsilib qarab tursam, derazaning oldidan o'tib, kayniga yongan oyoqlar ko'rindi. Biri oldi kayniga minib charlayotgandek qiladi. Uyan buyan har o'tganida tok kaltakning chars qilgan ovozi anglanib turadi. Kaltakning chirslashlari orqali bizga qaynoqning yaqinla yerda ekanligini his qildirib turadi. Ahmad Qari tuyuqsiz: "Qarindishim, sizlar bayam xato qildilar. Kamerga Uyg'ur salom qilib kirmaymiz. Xanzucha doklad deb kiramiz. Saqchi Uyg'ur ekan, gap qilmadi. Bo'lmasa tar yerda bak urib ketadi. Cho'ng eshikdan o'tib, kamerlarga bo'ladigan zalga kirganda dastlabki tayoq shu yerda tegidi. Silini qancha urdi?" deb so'radi. Ahmad Qariga zalda beshimga kelganni degim kelmadi. Yig'lab tashlamay turib degilimi bo'lmaydi. Qachon kirganini so'radim. Yetayotganiga 7 oy bo'pti. Menga sanab tugatgili bo'lmaydigan raqamdek tuyulgan 7 oy degan so'zni eshitib, og'ziga qarab qoldim. U amdila ikkinchi jumlani boshladi. Beshimizdagi kanaydin xitoycha: "Og'zini yumshamsan? Kichib yumdiraymi?" degan ovoz anglandi. Parangning to'xtashiga xaladan chiqayotgan badbo'y puroq texmi kuchaygandek bilindi. Ahmad Qari bilan pichirlab mo'ndishib ketdik. Kamir dishimning uyi Qashqar shahrining men ochmoqchi bo'lgan ona tili yasliga yaqin yerida ekan. Qog'iliqda din o'qitib yurib tutilibdi. To'y qilg'ili uzoq bo'lmagan quchoqda bolasi bor ekan. Men qamilishimning ona tili yaslisi sabablik bo'lganligini so'zlab berdim. U mening ona tili haqida qilgan faoliyatlarimni anglab boqmagan ekan. Shunga odatkicha bilindi bo'lg'ay, undaqda silni qo'yib beradi ekan, dedi. Meni atsi Urumchiga ilib ketadiganligini anglab, texmi jazmlashtirdi bo'lg'ay, silni qo'yib berdi, deb kesib aytdi. Sababi kiyginim siyosiy jinoyatchilarning siriq jiletkisi emas, odatdagi jinoyatchi kiydigan kulrang jiletka ekan. Uningga menga siyosiy qalpoq kiydirilmagan bilan meni tutqanlarning Qashqar va Urumchidagi davlat bexatarlik atritining soqchilari ekanligini demedim. Qandoq uxlab qolganim esimda yo'q. Bir chaqda chirqiroq bir ovozdan cho'chib uyg'ondim. Zehnimni yig'ib anglasam, 56 millat, 56 gul degan naqsha yangrig'ili turibdi. Men qopib pagahga tushib turishimga Ahmad Qari menga kulimsirab kamerani ishora qildi. Hojatxonaga qarab turgan bir kamera
Avtomatik manga to'g'rilandi. Akşam bu kamerani açmadım. Men sizalmadim bilmeptimen. Onun işaretlerinden yüzümni ve kolumni bir qıtımla yuyuşqa bo'ladiganligini, bo'lmasa taharat aldı deb gumon qiladiganligini tushundim. Men jumakka ingishib yüzümni yuvib bo'lgacha Ahmad qari ikkimiz yotqanni suv purkib, qir chiqirib, sarangi qepidak askarcha qatladi. Sizlar yangichilar, yotqan qatlashni bilmayla. Sizlar bu hasharni o'rganmayla chiqib ketarla egakim, dedi u qo'yuq qashqar ohangida. İşaretsiz o'qilgan bomdoddan keyin Ahmad qari tomdagi qoidalarni yodlagandek qilib, pichirlab oyat o'qib o'ltirib ketdi. Menmu ishoratsiz bomdodni o'qidim. Namozdan keyin o'zim biladigan suralarning hammani tomdagi qamalg'uvchilar qoidasini o'qigandek tugitishim bilan tangla, qalbim quruqtilib, ichimni bir narsa tatilagandek tuyg'u yana bosh ko'tardi. Zay sesiq purab ketgan doppamdak panjaradan g'uva yo'riq tushib turadigan kamir xuddi tutilgan kuni mashinda kiydirilgan qora xaltadek demimni siqishqa boshladi. Kashki qechib ketgan bo'lsam, Yasinning oldidan mashinda ilib manganda shoferning gilini ishkal bilan bo'qqan bo'lsam, tutqanmi, tutilganmi tangla o'liblar tugashgan bo'lsak, ne qadar go'zal bir natija bo'ladi ha? Boyumning pakarliqiga azaldan norozi edim. Qashqardagi qamoq hayotimning tunji kuni buningdanmi rozi bo'lib ketdim. Agar boyum 1 santimetr egiz bo'lib ketgan bo'lsa, pagahda o'ra turolmagan, beshim torusqa taqishib qolgan bo'ladi. Yerga qaradim. Putumning atrofida Qashqarda yilviz deyildigan suvarakdan kichikroq qurtlar u yoqdan bu yoqqa o'qdek yugurishib yuradi. Hojatxonada ko'prak bo'ladigan bu qurtlarni ko'ribla ko'nglim ilishdi. Bu kamirga kun tushmaydigan bo'lg'achqa, kecha bilan kunduznila farq qilib qolgan vaqtlarni bilgili bo'lmaydi. Ahmad qari 5 vaqt namozning vaqtini bilolmay qolgan ekan. Mendan pichirlab so'rab bilvalganiga bak mamnun bo'lib ketdi. Men Ahmad qarining bu xursandligini tushunolmagan edim. U namozning soat qanchada o'qilayotganligini bilgan taqdirdimi, soati bo'lmag'achqa aman shu vaqtning qachon to'shadiganligini bilolmaydi. Shu vaqt bo'yicha namozmu o'qiy olmaydi. Qo'lim tizimda. Simonut karvatda badashqan qurib diqqatda o'ltirman. Kallamda ming g'am, putlarim uyushib ketdi. O'rnimdan turib mingishim mumkin emas. Azroqla qimirlig'inimni bilaman. Ishikning yenidagi so'zlashkidan yana qimirlasang, karvatga zanjirlab qo'yman, deb varqirgan xitoycha ovoz yangradi. Naqshlarni g'ingshib baqay deb o'ylasam, sapla echinishliq ohanglar esimga keladi. Qara tuproq degan naqshiga g'ingshib o'zimni tutolmadim. Bu naqshida kasalchan, ojiz otasidan ayrilib safarga chiqqan, qaytib kelganda dadasining vafot bo'lganligini anglagan bir farzandning, bir yetim bolaning hasrati kuylangan edi. Qanchalik vaqt o'tdikin, karvatdan cho'sh degan ovoz anglandi. Qarasam Ahmad qari pagahda tikkida turibdi. Menmi uni do'rab turdim. Ahmad qari intayin kulkilik bir ohangda davlat marshini o'qishga boshladi. Menmi o'zimni ara tutib uningga agashdim. Qo'zg'al, qul bo'lishni xohlamaganlar deb boshlanadigan bu naqshini qamoqda aytqizish menga bir xil masxaradek tuyuldi. Qulluqqa qarshilarni qamab qo'yib, qul bo'lmaslik targ'ib qilingan naqshini o'qitish kishini ani topqanlik edi. Naqsha toki ishikdagi ostinqi rujakdan bir mo'ma va bir qacha qaynoq suv sunilganga qadar davom qildi. Nashtida Ahmad qari pichirlab, meni Urumchiga qachon ilib mangdiganligini so'radi. Tunigun kechda uningga degan edim. Saqchilar so'roqdan burun 20-avgust soat 9da mangdiganligimizni degandek qilgan edi. Nashtini Simonut karvatga qachini qo'yib yonmu-yon tizlanib o'ltirib qildik. Ahmad qari mening chiqib ketishimga jazm qilgan edi. Shunga u menga qarab,
kuchdan qolgan onasi, yangi tug'ilgan qizi va ayoliga topiladiganlari haqida so'zladi. U ayoliga atab to'qigan bir jup palayni karvatning osti bilan manga sundi. Ayoliga yetkizib berishimni aytib, ko'zlariga yosh oldi. Ahmad qari palayni kamirdagi yaltiroq supurginning qillarini chiqarib, intayin sipta to'qigan edi. U ayolim uloqlarga o't elib, ko'k tatliqni o'tab qo'llari qopirib ketadi. Uydik chog'da bir palaymo elib bermagan ekanman. Tekshirmay qolsa, bu palayni saq ilib chiqalab qolsala berib qo'yala, davatqanda ovozi titrab, oxirida gap qilolmay ta'tir qarvolgan edi. Nashti qilib bo'lib tursak, so'zlashgudan ismimni chaqirdi. Ahmad qaridan o'rgangan bo'yicha pagahda tik turdim. Qo'sh eshik sharaqlab ichildi. Qarasam meni Urumchidan tutqili kelgan bir Uyg'ur saqchi kulimsirab qarab turibdi. Yenida qo'liga oq palay, yuziga oq maska taqib olgan yana bir Uyg'ur gundupay. Uning qo'lida tunugun zalda saldirib olgan kiyimim turadi. Ahmad qari bergan palayni kulrang mahbus kiyimining chapan yanchuqiga salgan edim. Kiyim almashtirishga buyurilganda uningga qarashga petanolmadim. Ahmad qarining ayoliga to'qigan ko'ngli salami mangulik g'oyib bo'lish oldida turadi. Kulrang mahbus chapanning tugmalarini yeshivatganda qo'llarim titrab qo'lisholmadim. Bir odamning sig'inishi, muhabbati yo'shiringan shu chapanni bakmu ta'sda soldim. Ahmad qari uni Gundupayga sunib berdi. Uning qo'llarining lag'ildab titrab ketgani ishik oldidagi ikkalanga bilinmadi. Ammo men uning lag'ildab titragan qo'lini ko'rdimla emas, uning düpüldegan yurak so'qishini anglagandek bo'ldim. Mahbus kiyimi kamerning oldidagi bir qara yaltiroq xaltaga keraksiz axlatni tashlagandek ko'rilganda, ixtiyorsiz voy deb tashladim. Ishikdan chiqib etib Ahmad qarin chiroyiga qaray olmadim. Uning texi bayila sarg'ayib, tatirib ketgan chiroyiga qayta qarab xo'shisholmaydim.